Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz bilan podkastimizning mehmoni Metanoz asoschisi Faxriddin aka. Assalomu alaykum Faxriddin aka. Alaykum assalom. Sog'lik yaxshimi aka? Aka, sizni chaqirishdan maqsad Metanozda eshitishim bo'yicha 15 yildan beri faoliyat yuritib olasiz. Shunday 15 yil bo'ldi. Ne kunlar o'tdi başingizdan? Aka yaxshi ko'p kunlar o'tgan. Guliston metan propan uстановка qilish bo'yicha viloyat 12 ta viloyat bo'yicha eng oldida hisoblanadi. Shunday, boshqa viloyatlarga qaraganda ancha oldiga o'tib ketgan. Endi o'sha bo'yicha sizga ozgina savollarimiz bor aka, javob bera olasiz? Qo'ldan kelgancha mijozlarimizga bemalol javob bera olamiz. Xo'p, qarang unda aka sizga. Birinchi savol. Ana kompyuterni tushunasizmi degan savol beradi-ku. O'shanaqa savol sizga. Birinchi savolim, gaz ballon nima uchun portlaydi? Gaz ballonda portlashining sababi birinchi navbatda gaz ballonda surog o'tib ketishi. Surog o'tib ketgandan keyin gaz ballon yaroqsiz bo'lgandan keyin portlaydi. Necha yil? Endi o'rta hisobda bitta gaz ballonga 15 yil surog beriladi. 15 yil surog beriladigan bo'lsa, o'sha 15 yil vaqt mobaynida 3000 martadan 5000 martagacha zapravka qilishga mo'ljallangan. Endi uni kun, oylarga bo'lib chiqadigan bo'lsangiz, kunlarga qarab mo'ljallanadi. Shunda bizliklar faqat bosim gazni qilaveradi aka. Shunday. Qaramaydi. Shunday. Dozasini oshirib yuboradi. Dozasini oshirib yuborgandan keyin u gaz bilan portlash ehtimoli ko'payadi. Aha, javob qoniqarli aka. Ikkinchi savolim, Gulistonda nima uchun gaz uстановкасы arzon? Uстановkalar arzonligiga keladigan bo'lsak, Gulistonda birinchi navbatda raqobat kuchli. Juda ko'p Qadamingizda qadamni metan uстановка. Bu yoqda ham metan uстановка, bu yoqda ham metan uстановка. Endi ikkinchi navbatda bizda ishchi bolalar kuchi ko'p, juda ham arzon ishlashadi. Boshqa viloyatlarga qaraganda ancha arzon. Mustahaq. O'sha pog'onani Sirdaryo, Guliston ushlab olgan. Shunday. Sifat bo'yicha-chi? Sifat lekin nomer 1. Endi hamma har balo deydi hozir, ko'pchilik negativ fikr qilishadi, lekin unaqa emas. Xo'p, uchinchi savol. Nima uchun boshqa viloyatlardagi mijozlarimiz hozirgi kunda Gulistonga kelib gaz qo'yishdan qo'rqib qolgan? Aka, Gulistondan gaz qo'ydirsangiz bo'ladi-ku, arzon desa, Toshkentlik yoki boshqa viloyatdagi akalarimiz, "Yo'q, nima qilaman, kerak emas." Nimaga arzon aka? Yo'q, yaxshi emas ekan degan narsa. Lekin bizda faktichki narsa bor. Yaxshi ishlaydigan, nima desam, original narsa qo'yadigan ustalarimiz bor. Shu haqida nima deysiz? Nima uchun cho'rchib qolgan? Endi bu narsaga mijozlarni o'zlari ham aybdor bo'lib qolyapti-da. Masalan, Gulistonga gaz qo'ydirish kelyapti. Kelayotganda o'zida bir uyda turgan holatda 15 ta odam bilan gaplashadi. 15 ta odam bilan gaplashadi-da, Gulistonga kirib kelgandan keyin gaz qo'yish shoxobchalarini ko'rib turib, undan ham battar shoshib qolishadi. Endi shu o'rinda qadamda gaz uстановкада, metan viloyati. Shunday. Boya kelgandan keyin kim bilan gaplashganini, qancha gaplashganini, nima zapchasi gaplashganini bilmaydi-da. Tasiga qo'ydirib ketadi. Kimdir Xitoy qo'yaveradi, kimdir original qo'yadi. Aka, original deb turib, lekin yopishtirib yuboradi. Shunday. Bo'lgan holatlarmi? Endi unaqa holatlar bo'lib turadi. Bo'lmaydi emas, bo'ladi. Dalija har kuni bo'ladi desa ham bo'ladi. Xo'p, shu o'rinda mana shu gapingizga bitta gap qo'shib ketaman aka. Hozirgi kunda Metanuz qanaqa brendlardan foydalanadi gaz sohasida bo'lgan? Demak, Nitolka gaz, propan sohasida propan ham uстановка qilasiz. To'g'rimi? Nitolka gaz, propanda ham qanaqa brendlardan foydalanasiz? Chunki shaffoflik bilan nagila aytavering aka. hozirgi kunda hamma brendlardan foydalanamiz. Brendlarimizga to'xtaladigan bo'lsak, Xitoy brendi bor. Polshaga tegishli 3 xil miya bor. Ko'proq biz Polshaga tegishli Alex Optima Pigo miyadan foydalanamiz. Stakdan ham qo'yamiz, Basico 24 ga to'g'ri miyalardan qo'yib beramiz. Endi mijozlarimizning talabiga qarab Xitoy brendidan foydalanamiz. 3.700.000 so'mga o'sha Xitoy brendidan qo'yib beryapmiz hozir. Full original, podoriginal bo'ladigan bo'lsa, 4.100.000 ga Polsha bilan birga ishlab chiqarilgan Xitoy miya bor, o'shandan qo'yib beramiz. Polni originalga qo'yadigan bo'lsak, polni originalda 4.500.000 so'mga polni original uстановка qilib beramiz. Yaxshi, shu o'rinli savol. Metanozga kelgan mijozlarga, ana Metanuz o'zida asoschisi bo'lganidan keyin o'tirib shogirdlarga ishqi yoki o'zingiz qo'yib berasizmi? Biz har bitta kirib kelgan mijozimizga o'zim qo'llarim bilan uстановка qilib beraman. Faqat ishlaysiz. O'tirish yo'q. Yo'q. Mijozlarni qarang. Metanuz jamoasi o'zi necha kishidan iborat? Hozirgi kundan danli moment 6 kishimiz. 6 kishi. Faqat gaz. Faqat uстановка. Gaz, propan ketaveradi.
Любой turdagi, Любой O'zbekistondagi turdagi farqi yo'q. Любой turdagi. Gap yo'q lekin. Metanus. Xo'p. 15 yildan beri shu sohada faoliyat yuritib borayotgan bo'lsangiz, qancha shogird chiqargansiz? Endi sanaydigan bo'lsa ko'p. Yo'q. Minimum maksimum yetadi aka. 10-15 ta. Как положено shogird. Ha, 10-15 ta. Sanoqlilarida, atak sanoqsizlar bo'lsa ham ko'p bo'lsa kerak. Ha, shunday. Ha, pichoq qilinadiganlar. Pichoq qilinadigan. Xo'p. Qarang aka, yana bitta savol sizga. Boshqa metanchilarga adovatimiz yo'q. Aka, sohangizdan kelib chiqib, qilgan ishingizga har doim javob bera olasizmi? Masalan, bir xil metanchilar, "Yo'q, aka, bunaqa gapni to'g'rilab boradi." Yo, biz javob beramiz. Har bitta qo'yilayotgan zapchasimizga, misol 4,5 millionga sunomka qilib beraman dedim-ku. O'sha 4,5 millionga sunomka qiladigan zapchaslarimizga 3 yil garantiya beramiz. 3 yil. O'zingiz. 3 yil boyagi biz o'zimizning metanimiz jamoasi 3 yilgacha garantiya beradi. Har bitta qo'yilgan detalga. Boshqa gaz, metan uстановка qiluvchilarga-chi? Lekin yomonlarni biz garantiya bermaymiz unga. O'zimizni qilgan ishimizga garantiya beramiz. Lekin shunday gaplar mana qarang. Ular sifatsiz qilib chiqarib yuborishadi, lekin sizning nomingiz bulg'anadi. Nima bo'ladi? Endi u klientning o'zini xohishiga bog'liq-da. Agar O'zi tanlaydi. o'zi tanlov o'zida. Agar metanuzga kelsa, Metanuzga kelsa 3 yil garantiya berib, o'zini xohishidagi zapchasi qo'yib beramiz. endi oxirgi savolim aka. Bizda qisqa va lo'nda bo'ladi o'z podkastimizda. Mijozlarga gapingiz bormi? Mijozlarga aytadigan gapim, biz sizni cho'ntagingizda pullaringizni olib qo'yayotganimiz yo'q. Shunday ekan, siz eng yaxshisiga loyiqsiz. Metanuz har doim sizlarga sifatli zapchalar taklif qiladi. Xo'p, o'zingizlar ko'rdinglar, Metanuzning asoschisi Faxrin akamiz hamma savollarimizga javob berdi. Tak что bizning Instagram sahifamizga obuna bo'linglar. Bundan qiziqlari hali oldinda.